Alg'ov-dalg'ov zamonga qolib ketdik. Hozirgi zamonaviy uylarni ko'pi poldan patologiyachi bo'lib ketyapti-da, o'rtoqlar. To'g'ri, ikkinchi etajdagi odam o'tirgani ko'rinyapti sharpasi. Parda bo'lgani uchun. Jaluzi qo'ymasa bu yerda o'tira olmaydi, yasha olmaydi agar o'zbek oila bo'lsa. Poldan patologiyachi uy. Ma'qulmi, ma'qul emasmi? Mana ichida nima bo'layotgani hammasi ko'rinib turibdi. Kerakmi, kerak emas, oshxonalar to'liq ko'rinib turibdi. Menimcha o'zimizdan mana shu beldan boshlanadigan devorlarimizni, menimcha oynalarimizni qulaydi deb o'ylayman. Mana bu kitobda esa bellarigacha deyilgan. Qaysi biri to'g'ri? Birinchi zarbda tizzagacha. Ikkinchi zarbda belgacha. Ana nima degandim? Ana aytmaganmidim shunaqa? Uchinchi zarbda yelkagacha. Ana men nima degandim? Ma'qul hoji bobo. Xo'sh, Yana bilmadim, kommentariyada fikrlarni qoldiringlar. Yaxshi zo'r qurib qo'yishdi, ko'z tegmasin. Ko'rinishi ham zo'r, oynadan qaraganingizda ideal ko'rinishni berib turadi. Bunaqa joylarga kerak. Tog'li joylarga menimcha kerak. Poldan patologiyachi. Ataki постоянно yashaydigan joylarga menimcha kerak emas deb o'ylayman. qumaqaylik qilma, yaxshilab chayna degan o'g'lim. Bo'lmasa tiqilib qoladi. Novvoyxonadan topib oldim.